Birinchi rasmdagi yigit Londonda o'qib yurgan. Tradingda yiliga $100,000 oshiq pul topadigan. Vazni 80 kilo. Ikkinchi rasmdagi xuddi shu yigit oradan 3 yil o'tib tradingdan $130,000 pul yo'qotgan va oxirgi pullarini olib, mashinasini sotib, Malayziyada MBA qilishga kelgan, o'ta qiynalib, zo'rg'a kun kechirib yurgan, vazni 53 kilo yigit. Malayziyada MBA o'qib yurgan davrlarim hayotimda eng qiyin davrlardan biri bo'lgan. Sababi tradingdan $130,000 yo'qotib, oxirgi pullarimni yig'ib, mashinamni sotib Malayziyaga ketganman va bu pullarni yetkazish uchun o'ta ekonom qilishimga to'g'ri kelgan. Oqibatda kuniga aksariyat holatlarda bir marta ovqatlanganman. Asosiy ovqatim bu tuxum, tovuq go'shti, banan, ovsyanka bo'lgan. Bu ham kuniga bir marta. Shuni hisobiga 80 kilo bo'lib ketgan odam Malayziyada 1,5 yil davrida 53 kilo bo'lib Angranga, O'zbekistonga qaytganman. Sizning hayotingizda eng qiyin davr qachon bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring.